Kitob men uchun bu hayot. Kitob oftob deymiz. Nega biz kitobni quyoshga, oftobga o'xshatyapmiz? Tasavvur qiling, yer yuzida quyosh so'nsa nima bo'ladi? Hayot to'xtaydi. Yer yuzidagi hamma o'simliklar, uning orqasida jonivorlar, insonning hayoti hammasi shu quyoshning chiqishi, botishi bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Inson uchun kitob bu hayot manbai bo'lishi kerak. Sabab insonni qalbini, uni ertagalik bo'ladigan orzu umidlarini, umuman hayotini kitob bilan bog'lab qo'ygan. O'zi tasavvur qiling, mutlaqo kitob bo'lmasa nima bo'lardi? Yovvoyi hayot kechirardik. Ibtidoiy jamoat tuzumi degan bosqich bor deymiz, endi uni biz o'qiganmiz xolos. O'sha hayot bo'lardi. Na ma'naviyat, na ma'rifat, na bir saxovatpeshalik, ota-ona qadriyati, farzandni qadriyati, insonlar o'rtasidagi munosabat. Umuman dunyoni bilish, kitob insoniyat taraqqiyotida, dunyo sivilizatsiyasida juda katta bosh mezonda bilaman. Kitob tarixi bilan shug'ullansangiz, jamiyatni tarixini bilgandek bo'lasiz. Chunki kitob bu avlodlar o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Ya'ni kitob bo'lmasa tasavvur qiling, biz qayerdan Beroniyni bilamiz yoki bo'lmasa Aveston, mana 2700 yil avval yozilgan Avestonni bilamiz. O'sha Avesto borligi uchun 2700 yil oldingi hayotni biz tasavvur qilishimiz mumkin. Undan oldingi hayotni biz bilmaymiz, faqat biz shu arxeologik qazilmalar orqali tasavvur qilamiz xolos. Shuning uchun kitob bu har doim insonning hayotida avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan bilimlar uchun ko'prik vazifasini bajaradi va hayotda inson o'z kelajagini topishida, kelajagini, o'zini shu kasbini bilishida juda katta omil deb bilaman.